BTL apparati birinchisi MCL kreslo prostata uchun yaxshi yordam beradi. Magnitli terapiyada og'rimayaptimi? Kuchaytirgan sari yomon narsa bo'lmayapti. BTL apparati ikkinchisi lazer. Bu lazer terapiya. Og'riqlarning qolishiga, hozir bo'ladi beldagi protruzia yoki osteoxondroz og'riq qo'sib qo'ygan. O'shanga qo'yamiz. Kecha magnit qo'ygan edik. Qo'li qanaqa og'rig'i? Og'ritmayaptimi? Yo'q. Isitayaptimi? Yaxshi qildiryapti. Yoqimlimi? Yoqayapti. Yaxshi. BTL apparati uchinchisi bu magnit. Yuqori intensiv magnit. Bu dam olishimizda tizzalarida og'riq bor ekan. 10 tizzada artroz. O'sha uchun qo'ydik. Qanaqa aka sezgili? Yaxshi juda. Boshida cho'chidingiz ozgina? Hozir meni yoqimli bo'lyapti. Yaxshi. BTL apparati sanatoriyadagi 4-tinchisi bu traksion vitishka, kompression vitishka. Bemorimizda bellarda osteoxondroz bor. Juda kuchli emas og'riq, profilaktika uchun qo'yamiz. Og'rimayaptimi aka? Yo'q. Kechqurunga qo'zib qolmadimi? Yo'q. Bugun nechinchisi bo'ldi? 5mi? 5. Yaxshi. Foydasi. Qanaqa his qilyapsiz o'zingiz? Ancha yaxshi. Og'ritib qo'ymayapti, cho'zgandachi? Yo'q, og'riq yo'q. Yaxshi. Og'riq yo'q.